Assalomu alaykum akalar. Bugun obzorimizda Mercedes-Benz 212 ya'ni Y-klass 3.5 motor akalar. Mashinamiz 2010-yil ishlab chiqarilgan. Texpasportda qayta jihoz ya'ni 95-yil 212 dokumentalniy tiqilgan. Akalar, mashinani sirazi narxini aytib qo'yaman. Narxi 18,5 ming AQSh dollari, 3.5 motor, 348 ming yurgan, ideal holatda. Gailardan hech qanaqa muammosi yo'q, xudo xolisa. Mashinani bitta ko'rib chiqamiz. Takoy seriy rangda juda ham chiroyli black piano qilib qo'yilgan. Old oblisovkalari AMG diskalar qo'yib qo'yilgan. Balonlarning holati zo'r. AMG bokovoylar. Xo'p, lyuklari mavjud, krugovoy tonirovkasi bor. Sizlar bilan bitta orqa rakursini ko'ramiz. Двойной выхлопной sistema, diodli farlar, Y350 ya'ni 3.5 motor. Ani 2.5 lar bilan adashtirib qo'ymanglar. Aytib o'tgandek krugovoy tonirovka. Endi sizlar bilan bitta interyerini ko'ramiz. Kojinli salon, qop-qora, juda ham chiroyli. Old sidenamizda обогрев сиденья bor, o'zini klimat kontroli bor, changeri bor, o'zini monitori bor, avtomat korobka, multifunksiyonal rul, bluetooth bor, cruise kontrollari bor, трехэтапный память сиденья, stiklopodъемниклarigacha bor. Juda ham chiroyli, matovey bo'lib turibdi. Okalar, aytib o'tganimdek, narxi 18,500 AQSh dollari. Sunnatiga bu narsa o'tib beramiz. Narxi zo'r, inshaalloh. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar.